O'rtoq, yashagim kelyapti. Nima deganing bu? Hammasi yaxshi bo'ladi, men yoningdaman-ku. Alo. Nima? Rostdan. Bo'ldi, qo'yiladi, hozir chiqaman. O'rtoq, senga donorlik qiladigan odam topilibdi. Allohga shukr. Eng yaxshisini aytaymi? Tekinga bermoqchi ekan. Shunaqa yaxshi insonlar ham bor ekanmi? Bor ekan o'rtoq. Operatsiya tezlashtirib keling. Musabek, turing. Ahvolingiz yaxshimi? Operatsiya yaxshi o'tdi. Donorlik qilgan odamga Yaxshi, hammasi joyida. o'rtog'imni chaqirdining. Ağır günü başındasan dost, farkı yok yanındaman dost. Dünya sınavındasan dost, çıdama yanındaman dost. Ağır günü başındasan dost, farkı yok yanında. Bugun nazorat ishini olamiz. Hamma telefonlarni topshirsin. Asos. Senda ikkita telefonmi? Ha? Nimaga? Bittasi chalishga. Ustoz, bittasini oling, iltimos. Shu paytgacha bilmagansiz-ku. Bu safar ham bilmay qo'ya qoling. Ko'chiraman, bilmaydi hech kim. Joyingga o'tir. Xullas, men bu yili Maldivga bordim. Maldivda endi palmalarning tagida yotib. Undan keyin biz Turkiyaga borganmiz. Istanbul shahriga borganmiz. O'tir ana shoxta mulozamatlarni qilasanlar. Istanbul shahrida esa Sultan Suleymaniya masjidi bor. Bilasizlar, buni hammalar. Sultan Süleyman esa 1558-yilda hayotdan ko'z yumgan. Bu tarixmi, nima geografiyami? Tarix. Tarix. Muhtasham 100 yillik gapiraverasizmi deb o'yladim. Tarix dars. O'qilaring. Davay boshla. Unda ayoli Roxolana esa 1500. Ana undan keyin Istanbul shahrida biz midye yegani borganmiz. Midye yeb ko'rganmizlar, limonlarni mundoq sepib. Nimaga kelmadingiz? Xazina muammo chiqib qoldi. Tushundim. Nimani? Siz uchun hech kim emasligimni. Yo, Shirin. Musabek, Nima qilyapsan? xullas, Shirin meni uchrashuvga taklif qildi. Ha? Borolmaganimning sababini bittasan bilasan. Hozir mendan vashshiy xafa bo'ldi. Nima qilishni bilmayman. Men o'zim tushuntirib beraman. Qo'yish shart emas. Bilmay qo'ya qolgani yaxshi. Menga qara. Juda muhim ishim bor-da. Shu ustoz o'zing eplab olmaysan, biror nima devorarsan. Bo'ldi, ustoz, Musabek uchun darsingiz bir tiyin ekan devoraman. Bo'la? Shirin, qalaysan? Yaxshi. Hech kim xafa qilmayaptimi maktabda? Yo'q. Xohlasang darsdan keyin Ha, tinchlik nima qilsizlar bu yerda? Prosta gaplashib turibmiz. Yo'q, Siz вообще ishingiz bo'lmasin, biz bir-birimizga hech kim emasmiz. o'zinglarni ozgina bosa olinglar. Umuman aralashmagan. Bu normallik gaplash. Nima baqir chaqir? Voy! Nima qilyapsanlar? Yo, ustoz, noto'g'ri tushunyapsiz. Biz urushyapmiz. Ha, urishyapsanlar. Ha. Maktabda. Ustoz, ha? Maktabda urishyapsanlar, maktabda. Tut joyingga. Nimani talashyapsanlar? Ha? Nimani kelisholmayapsanlar? Nima urishyapsanlar sizlar maktabda? Ha? Ustoz, buni qo'ying. Musabek ketib yordi. Sizni bir tiyin deb. Bir tiyin. Musabek shunaqa dedimi? Ha. Menga ota-onasi bilan kelsin-da, arizasini yozib ketsin. Maktabda unaqa bolalarga joyi yo'q. Yo'q, ustoz, unaqa qilmang. Meni yaqin o'rtog'im u. Sen o'rtog'ing? Ha. Sen ham ketding. Sen ham ota-onang chaqirganda arizani yozib ketlaring. Voy. Buni nima aybi bor ustoz? Sen aralashma, o'zim hal qilaman. Bilan yonini olma buni. Sen ham ketding kelyaptimi? Ha? Ketasan sen ham. Ota-onang chaqirgan arizani yozib ketding sen ham. Davay. Menga qara.
Nima urishdinglar o'zi? Shirinni deb. Siz ham otangizni chaqiribchi, arizangizni olib keting bu yerdan. Ustoz maktabda hech kim qolmaydi-yu. Yaxshi bo'pti. O'zimga o'zim direktorlik qilib yuraman. Zerikib qolmaysizmi? Yo'q. Ingliz o'qituvchisi bor.